Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz muxlislar. Endi bizga ko'ra bir quvonchli xabarni yetkazmoqchiman. Albatta bu muxlislarimizga ham yoqishi muqarrar. Mana xabarlaringiz bor, 22-23 dekabr kunlari Farg'onadagi Islom Karimov san'at saroyimizda konsertimiz tashkillangan. Xudo xohlasa, albatta bu kuni hammalaringizni kutib qolamiz. Va mana kecha konsert tashkilotchilari, ya'ni saroy ma'muriyatidan bizga taklif bo'ldiki, adashmasam 22-23 ga biletlar kassalarda qolmaganligi bois, ya'ni hali mana 22-ni o'ziga bugun mana 12-dekabr hali 10 kun bor. Shu sababli saroy ma'muriyati, ya'ni tashkilotchilar konsertga yana bir kun qo'shishni taklif qildilar. Biz albatta muxlislarimizni fikrlaridan kelib chiqqan holda xo'p dedik. Shu sababli Xudo xohlasa konsertga yana bir kun qo'shildi. 22-23 dan tashqari 26-dekabr kuni ham biz muxlislarimizni albatta bilet ola olmagan yoki o'sha 22-23 kunlari fursat mana fursatim bo'lmadi-da boshqa kun bo'lganda borardim degan muxlislarimiz uchun alohida 26-kuni yana xuddi o'sha dasturni takrorlash niyatidamiz inshaalloh. Kutib qolamiz hammalaringizni.